Oysim, mana bir kurs lecheniya oldingiz. Kelganingizda qanaqa shikoyatlar bilan kelgandingiz? Hozir qanaqa natijalar? İlk kurs lecheniyamizda kelgan paytimizda ismiga reaksiyasi yo'q edi. Gapira olmasdi. Faqatgina imo ishoralar orqali gapirardi. Hozir ikkinchi kurs lecheniyamizda o'zi ismiga reaksiyasi boshlandi. O'zi bemalol gapirib fikrlashni boshladi. Sanay oladi, ranglarni ajratishni o'rgandi ancha. Harakatlari ancha o'zgardi. Mustaqil tarzda hech ham zinadan chiqmagan. Men bilan birgalikda chiqardi. Hozir bemalol o'zi zinalarga chiqa oladi. Qoshiqda ovqat yeyishni bilmas edi, yeyolmas edi, qo'liga ushlolmasdi qoshiqni. Hozir mustaqil bemalol ovqat yeyoladi. Injiqligi qanchaga kamaydi? Injiqligi bir 70-80%larga ancha o'zgardi. Juda injiq edi, yotib olib yig'lardi. Hozir yo'q, ancha yaxshi. Hozir kelisha olyapsiz, bola bilan o'rgata olyapsiz yangi bilimlarni. Kelisha olamiz, bemalol sen buni qilib tursang, buni qilib beraman degan bir-birimiz bilan tushunish orqali ancha tushunib qoldi. Ancha sezdik. Yangi bilimlarni ham o'rganyapti, o'rgatsangiz-da? Ha, o'rganyapti ancha. So'zlarni o'rgandi. Ha, ancha o'rgandi.